Ey yo, qanday ey, what's up ey yo, what the fuck bro? Vallahi qaranglar-da, ukam bilan o'ynaganimizda boshida olish esimizdan chiqib qolibdi, to'g'rimi ukam? Ha. Mana hozir ukam. Assalomu alaykum. Jintor. Hozir ukamiz aytadi, gapir. Assalomu alaykum. Ey yo, nima yuryapsan? Men anoni quyurayotganimda. Ha. Bilmadim. Nima bo'lyapti ukam? Nima bo'lyapti yoqasa? Obunachilar obuna like bosishmay. Obuna like bosinglar. Biz urushganimizni ham ko'rmagansizlar hali. Bizni qo'yganimizni hali yeri ko'rmagansizlar. Endi qo'yamiz. Bittasini. Keyingi biz urushgan videomizni qo'yishimiz uchun obunachilardan nechta like obuna so'raysan? 20 ta like, 10 ta obuna. Ko'rdinglarmi? WhatsApp obuna bo'linglar shunga. Tezroq bo'lsanglar, men nizeritlar bilan urushganimizni ko'rasizlar. Qo'sh qilma ekan. Qo'ydim-da. Nimani? O'shani tosh. Qani go uyga kiramiz. Endi polni almashtiramiz. Go qani bolalar. Ukam tepada ish qilib o'tirganda biz polni almashtirib olaylik. Ukam kirib wow dedi. Siz kirasiz. Qarab turinglar, hozir ukam kirishiga wow deb baqiraveradi buni ko'rib. Ukam ko'rsa baqiraveradi borku. Bolalar staklab qo'lidan toshlar topib chiqdik biz. Qaranglar. Staklab. Bu yerdagi staklar, bu to'rtburchakniki ko'rinmayapti. Ko'rinmas ekan video qo'yganmiz. Ko'rinmay qolar ekan. Men katta video qo'yishni biladiganlar bo'lsa, iltimos shu katta video qo'yishni o'rgatinglar. Men bilmayman-da. Katta video qo'yishni biladiganlar kommentga yozib qo'yamiz, shu yerdan qo'yiladi deb o'rgatasizlar. Go'mi, hozir ukamiz kirsa baqiraveradi-yu buni ko'rib. Aka, nima qilyapsiz? Eshitma, sen kirsang ko'rasan. Xo'p, hozir kiryapman.